Jamila ona bezda qilmadikmi sizni? Yo. Onajon, biz O'zbekistondan telefon qilyapmiz, Samarqand shahridan sizga. Endi dadamning joylari. ozginagina kayfiyatingizni ko'tarish maqsadimiz bor bugun. Sizni xursand qilish maqsadimiz bor. Faqat kimning nomidan sizni xursand qilmoqchimiz bilasizmi, onajon? Yo. O'g'lim bir aytayotgandi. Sizni juda qattiq yaxshi ko'radigan, siz bilan faxrlanadigan, sizni sog'ingan va sizni duolaringizga muhtoj bo'lgan inson nomlaridan sizni xursand qilmoqchimiz. Rustam, Gullarni qarang. Rustam amakam ham sherdamilar. Assalomu alaykum, Rustam boy, yaxshimisiz? Va sizni Jamila xolamni xursand qilish uchun telefon qilyapmiz. Bugun Akram akam harakat qilyaptilar. Amaki, sizlarni xursand qilish uchun. Bayramlar bilan tabriklaymiz. Bu kunlar sizlar uchun. Jamila ona, hozir mana shu yerda hozir 20 ga yaqin o'g'il qizlarimizda biz hozir. Ko'ryapman. Akram akamning iltimoslariga binoan tik turib sizlarni xursand qilmoqchimiz. Nima uchun? Akram akam bilan gaplashsam, ota-onamni hozir borlarida qadrlariga yetmasam, hojibon bilan hojonamni borlarida xizmatlarini qila olmasam, duolarini ola olmasam, ertaga afsuslanishni istamayman, chunki ota-onalarimiz bizga Xudoyim tomonidan berilgan omonatlarimiz. Bugun faqat bir narsadan afsusdaman, ukajon dedilar akam. Yonlariga borib yuzlaridan o'polmaganligimdan, qo'llarini tavof qila olmaganligimdan, bag'rimga bosib, oyoqlarini uqalab yonlarida o'tira olmaganligimdan afsuslanaman. Hayot yigit kishiga har xil sinov berar ekan. Hozir meni ham hayotimda bir sinovli davrlar kelgan. Inshaalloh mana shu sinovli davrlarda o'tar ekanman. Ota-onamni rozi qilish faqat fikri xayolimda. Ularning duolarini olish, ularning xizmatlarini qilish, borliklarida qadrlariga yetish faqat fikri xayolimda. Hayotimdagi qiyin vaziyatlarda bir narsani tushunib yetyapman. İnson uchun ota-onadan bo'lak jon kuyar yo'q ekan. Ota-onamday meni o'ylaydigan